Shu darajada och qolmadim-ku, lekin qiynardim, azoblanardim. 4 yil orzu qildim shu yerdan 4 ta shashlik olishga. 4 yil kecha yedim shu shashlik. Hayotdan olsang ta'lim bera olmaydi hech bir muallim. Birinchisi och qorin, ikkinchisi bo'sh cho'mchak, uchinchisi yaralangan qalb. Olimlarning doimiy hamrohlaridir. Erkak kishi faqat 2 metr joyda dam oladi. Boshqa joyda dam olishga haqqi yo'q. Mol bozoriga borib kitob sotib, kim oladi desa, yo'q, men mol bozorida ham kitob sotishga muvaffaq bo'ldim. Men 8 yoshimdan mehnat qilishni boshlaganman. Bu qo'polroq ruslar men bilaman, hatto hojatxonada ham kitob o'qiydilar. Nima uchun vaqtni bekorga sarflashimiz kerak? Mana kechagida bir bola ham gapirdi-da. Aka dedi, sizni so'rasam deydi, qahirlar kelib, nimaga u bolani so'rayverasanlar? Nimaga meni bilishadi, pashli darvesh bolaligimni, qiyin holatda yurishimni, mazam qochib qolishini, ko'p payt qarz olib yurishimni bilishadi. Bu yaramas Hoji Nasriddin hech narsasi yo'q, uni dunyo taniydi. Bu dunyoga ko'p insonlar o'lgani keladilar. Nima biz pashshamiz bo'lib ketaveramiz? Ja bo'lmasa bir tarbiyali farzandni qoldira olmaymizmi? Lekin o'zingiz o'qimasangiz, bolangizni otib tashlasangiz ham o'qimaydi, tushunib oling. Mashhur bo'lib ketganimdan keyin kitob o'qiy olmay qoldim. Vaqt bo'lmayapti. O'qiyotgan kitobimni ayrilib qolsam nima bo'ladi, bilasizmi? Xuddi yuragim o'zib olgandek bo'lib qolaman-da. Nima uchun meni pulga zor paytimda yo'q edingiz? Nima uchun bir non topa olmayotgan paytimda yo'q edingiz? Endi menga ovqat taklif qilyapsiz. Bu kitobni o'qiganimdan keyin meni umrim katta ekanligini tushunib boshladim. Va shu kundan boshlab shukr qilishni boshladim. Buyuk Ipak yo'li metrosi bekatiga yaqin ko'cha. Bu yer zamonaviy shahar shovqinidan uzoq, biroz ko'rimsiz bo'lsa-da, biroq o'zgacha fayzi bor. Mana shu ko'cha bo'ylab har kuni kimdir ishga, o'qishga oshiqadi. Kimlar uchundir bu manzil tirikchilik manbai, ba'zan ziyo maskani ham. Yo'l chetidagi biroz eski bo'lsa-da, mana shu kitoblar va uning sotuvchisi diqqatimizni tortdi. Olimlarning tarixini eshitdim, 2 haftalab osmonga qarab yotishgan. Ilm kayfi hisoblanadi. Bu aroq kayfidan ham, tana kayfidan ham hech qaysidan yetmaydi. U umrni oxirigacha davom etadi. Bu Xayrulla Asadov. U 37 yoshda. Aslida u oddiygina kitob sotuvchisi, biroq bu yerdagilar uni nimagadir tirik kitob deyshadi. Bu ham bejizga emas. Men yetdim shu kasal bo'lib qoldim-ku. Kasal bo'lib qo'ygandan keyin og'ir ish mumkin emas bo'lib qoldi. Vagonga chiqdim. Men ishlamasam mazam qochib qoladi. Ishlayotgandim. Oshqozonimga ozgina tikilgan joyi yorildi, yiring chiqishni boshladi. Keyin ishlashim mumkin emasligini anglab yetdim. Vagonda ishladim. Keyin nima qilishim kerak? Uyda o'tirib qoldim. Azobli hayot bo'ldi. Men umrimda o'tirmaganman. Hech qachon. Men 8 yoshimdan mehnat qilishni boshlaganman. Boya yetdim. Erkak kishi bu ham rahmatli aytgan ekanlar. Erkak kishi faqat 2 metr joyda dam oladi. Boshqa joyda dam olishga haqqi yo'q. Yana aytilar ekan. Viktor Hugo'dan so'rashibdi-da, nimaga dam olmaysiz? Qarab qoldingiz desa, hali dam olishga ko'p vaqtim bo'ladi. Podvolda chang bosib yotgan kitoblarni bitta-bittalab yirtib polkaga taglab qo'ydilar. Nimaga bularni yo'q qilamiz? Alisher O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutini bitirish arafasida, ammo 4 yil ilgari mana shu yo'l chetidagi kitob sotuvchisi bilan bo'lgan suhbat uning hayotga, ayniqsa kitobga bo'lgan munosabatini o'zgartirib yuboradi. Men shu 2019-yil ish bilan Toshkentga keldimda, shu ko'chadan o'tib qoldim. Kitoblarni yoyib qarab turgan ekan, keyin men bir dona kitobni so'rab turib, shu qancha deb bir marta so'raganimga menga yarim soat gapirib berdi o'sha haqida. Keyin shu narsa esimda qolib ketdi. 1 yil o'tdi-da Toshkentga o'qishga kirib qoldim, aynan shu hududda biz o'qishimiz. Keyin o'sha eslab qolgan ekan, keldingizmi farg'onalik yigit deb turib, yana gapirib, tushuntirib, qo'limga kitob berib jo'natib yubordi. Men hozir uyimda shaxsiy kutubxonamda yaratilishda bu odamning hissasi katta. Hozircha 2000 tadan oshdi. Mol bozoriga borib kitob sotib, kim oladi desa, yo'q, men mol bozorida ham kitob sotishga muvaffaq bo'ldim. Bittasi bu mol kitobni men yozganman dedi. Xo'p dedim, mol so'rsa kitob sen yozgan bo'lsang dedim. Mana rasmi bor-da, bunda qilib molli rasmi. Shunday qilsa nima bo'ladi desam, bilmayman. Butun mol bozori surishtirib chiqdim. 2 ta donasi bildi. Bunaqasiga santimetrni o'lchab, bunday santimetrga o'lchasa, molli kilosi kelib chiqadi. Ular olib borib tarozga olib borib o'lchatyapti. Mashina vaqt 300 ming, 400 ming. 10 minglik kitob o'qi, nari borsa yarim kiloga yanishadi. Aqllilik qiladi, mazasi qochib qoldi keyin. Shu kitoblarni olib sotib yurdim. Sobirahim metroda olib borib sotdim. Ipodrom bozorida
Bu kitoblar aslida makulaturadan olib kelingan. Lavhamiz qahramoni esa ularni tanlab, tozalab, qayta hayotga keltiradi. Avval o'qiyman, tushunaman, keyingina sotaman. Har bir kitob bir olam deydi suhbatdoshimiz. Mana otam rahmatiy meni kitob o'qib turardilar. Institutlarga ham bemalol tayyorlanardilar, lekin oilaviy sharoit orqali o'qiy olmadilar, lekin o'qib turardilar baribir. Umar Xayyomni juda yaxshi ko'rardilar otam. Bolam bilib qo'y, millionlab shoirlar bor. Lekin bilib qo'yki, dunyoda birinchi bo'lib faqat Umar Xayyom o'qiladi. Titanik kemasi cho'kkanda eng afsuslangan narsa nima ekan bilasizmi? Eng afsuslangan narsa insonlar emas, Umar Xayyomning qo'lyozma asarlari bo'lgan. Yana tarixchilarimizga aytaman. Shu O'zbekiston eliga buyuk tuhfa bo'ladi. Shuni topinglar iltimos sizlardan. 1990-yilda Umar Xayyom to'g'risida 6 seriyali serial ishlab chiqarilgan ekan. Shuni qidirib topgan insondan men butun umr minnatdor bo'laman. Umar Xayyomni eshiting, falsafani eshiting. Hayotingiz yengillashadi. Falsafa 4 ta so'z. Umar Xayyomning ruboiylarini kommentariyasini o'qidimda, bir bola yozyapti. Umrida kitob o'qilmagan ko'rib turibdi. Bu inson nima deyapti? Nima deyapti bu inson? Mening miyalarim portlab ketmoqdadir. Uning uyi shahar chetida bo'lsa ham bu yerga har kuni keladi. Qaynoq asfaltda, shamolda yoki qorda farqsiz. Biroz eski, oxiri to'kilgan kitoblarni hayotga qaytarish orqali Xayrulla aka o'z dunyosini ham, atrofdagilarning olamga qarashini ham o'zgartirayotgandek. U shunchaki sotmaydi, u badiiy asarni hikoya qiladi, hissi bilan yetkazadi. Bir olim shu darajada kitob o'qigan ekanki, umrida faqat 2 kun kitob o'qimadi. Oyog'i qorason bo'lib kesilganida, otasi olamdan o'tgan kunida. Shayximizning qo'llarida hech qachon kitob tushmagan. Bu qo'polroq ruslar men bilaman, hatto hojatxonada ham kitob o'qiydilar. Nima uchun vaqtni bekorga sarflashimiz kerak? O'qilish kerak. Yevreylarning kitoblari bor, bilib oling. 8 millionga yaqin aholi. Kitoblari bor. Ular hech qachon tarixga e'tibor bersang yutqizmaganlar. Misrdan ham chiqib ketdilar. Nemis sistemasidan ham chiqib ketdilar. Ko'p halokatlari bor. Nima uchun ular har qanday sistemadan chiqib oldilar? Ularning oilaviy kitoblari bor. Oilaviy kitoblari bor. O'z qonun qoidalari bor. Shularga amal qilishadi. Ularning har bir xonadonda majburiy kitoblari bor. Ularni o'qiydilar. Farzandlariga o'qimasa ham yonida varolab o'tiradi. Bola qatdan biladi, keyin qiziqishni boshlaydi, keyin o'qiydi. Abdulla Qodiriy aytgandek, kishilar o'lmaydilar. Kishilar abadiy yashaydilar. Hatto bitta mutolaachi qolsa ham tiriladurman. Uyg'ondim shu yerda. Nima uchun tark eta olaman? Menga hozir uylar taklif qilishmoqda. Yo'q, uy emas, do'konlar taklif qilishmoqda, pullar. Meni narxim oshib qolibdi ham deb gapirishibdi. Oshadi, meni yo'limni bosib o'ta olasizmi? Meni hayotim shundarcha azobli ediki, hech kim javob bera olmasdi. Otam rahmat yetardi. Bolam, sen ishingni avlodda hech kim qila olmadi. Qarindoshda hech kim qila olmadi. Qilardim. 8 yoshimdan ishlashni boshladim. Hatto yakshanba kunlari ham dam olmasdim. Do'stlarimdan, tariximdan bilsanglar bo'ladi. Na bir tug'ilgan kun, na bir to'y. Hech qayoqqa bormasdim. Ishlayverardim. Nima bo'ldim? To'plagan pullarimning hammasi mashinliklar huzurida ko'rdi. Na o'zim ko'rdim, na oilam. Lekin shu mashinik o'g'rilardan minnatdorman. Agar shu mashinik o'g'rilar bo'lmaganda shu kunlarga kelmagan bo'lardim. Ayni paytda bu kitobsevar lavhamiz qahramonining o'ziga xos dunyosi, fikrlari, kitoblarga bo'lgan mehri ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan ham iliq kutib olinmoqda. Hatto yaxshi muhokamalar markazida ham. Kechaga bir bola kelib nima deydi bilasizmi? Otamga hayronman dedi. 17 ta xona qurdilar dedi. 17 ta xonani menga nima keragi bor? Bitta o'g'limman-ku dedi, okajon dedi. Mehmon keladi dedilar. Mehmonni nima keragi bor? Kelmaydi u mehmon. 4 ta mashinamiz bor, zanglab ketyapti. Yana bitta olaman deb eshikda ishlayaptilar dedi. Nima keragi bor bizga 15 ta xona? Kitoblarni chiqarib yuboribdilar. Menga yarmini tashab ketdilar. Kitobxonasiz xonadon, ruhsiz xonadon-ku, tushunmaysizlarmi? U yerda jonli insonlar yashamaydi. Sitron buni necha ming yil oldin aytib qo'yib bo'lgan. Jonli inson bo'lmaydi kitobsiz. Mana kechagida bir bola ham gapirdi-da. Aka dedi, sizni so'rasam dedi, qahrlari kelib, nimaga u bolani so'rayverasanlar? Qahrlari kelib deyapti. Meni tushuntirib berdim buni ham. Nimaga meni? Ularning puli ko'p, narsalari bor. Ularni hech kim so'ramayapti deb meni so'rashyapti. Nimaga? Meni bilishadi, pashli darvesh bolaligimni, qiyin holatda yurishimni, mazam qochib qolishini, ko'p payt qarz olib yurishimni bilishadi. Buni kitoblarda hamma narsa javob keltiradi. Xo'ja Nasriddinning 41 pashasida yozib qo'yiladi. Agar o'tini suvartirib oladi-da makr bilan. Shu boy nima deydi bilasizmi? Bu Allohning qanday adolatsizligi. 10 ming gektarga yaqin yerim bor. 20 ga yaqin uylarim bor. Shuncha mol qo'yim bor. Meni tanisa bor yo'g'i
to'rtta qishloq taniydi. Bu yaramas Hoji Nasriddin hech narsasi yo'q, uni dunyo taniydi. Shuning uchun Umar Hayyomni ham, Hoji Nasriddinni ham dunyo tanigandek, ilm ahllarini dunyo taniydi. Ilm ahllari dunyo mulki bo'ladi. Beruniy shu darajada azobli kambag'al xonadan chiqqan ediki, uning xalqi patershka qildi, bilasizmi? Oxirgi nonini, oxirgi bug'doylarni berishdi. Bizdan ham chiqsin bir buyuk inson. Bizdan ham bir chiqsin buyuk inson dedilar. Madrasaga pul berib o'qitdilar. Nima bo'ldi Beruniy? Butun umr xalqi uchun xizmat qildi. Dunyoga nomi qildi. Beruniy yana aytadi. Mendan da darajasi buyuk olimlar bor edi. Darajasi mendan da buyuk bo'lishi mumkin edi. Nima yo'lni tanladilar? Ular nafs va boylik yo'lini tanladilar. Ulardan nima qoldi? Bir siqimgina tuproq. Tushuninglar do'stlar, bu haqiqat. Bu dunyoga ko'p insonlar o'lgani keladilar. Nima biz pashshamiz bo'lib ketaveramiz? Ja bo'lmasa bir tarbiyali farzandni qoldira olmaymizmi? Hozirda ko'pchilik katta yoshdagi insonlardan, ayniqsa ota-onalardan farzandlarining kitob o'qimasligi borasidagi e'tirozlarni eshitamiz. O'zimiz ham guvoh bo'lganmiz bu holatlarga. Xo'sh, lavhamiz qahramoni bu borada nima deydi? 4 ta kitob bering, 10 ming so'mdan 40 ming pulingiz yo'qmi? Hatto tekinga ham olishingiz mumkin-ku. O'qiting shu bolani. Lekin o'zingiz o'qimasangiz, bolangizni otib tashlasangiz ham o'qimaydi. Tushunib oling. Konfutsiy aytadi. Insonlarni qo'rqiting, azoblang, hatto boshini tanasidan judo qiling. Ularni har qanday holatga solib boshqarsangiz bo'ladi. Lekin siz ularni qo'rqitib ham, azoblab ham, hatto boshini tanasidan judo qilib ham ilmga majburlay olmaysiz. Nima uchun? Ilm muhabbat bilan bo'ladi. Mehr bilan bo'ladi. Qalblarga kiriladi. Qalblarga kirgandan keyin ko'p narsalar yaratiladi. Jaloliddin Rumiy aytdilar. Bir kuni ro'zg'orlarda yeyishlarga hech vaqo qolmadi. Ayollar ketdi. Uyimizda yeyishga hech vaqo qolmadi. Yo'q-e, hech vaqomi? Yo'q-e, hech vaqo. Allohga ming qanday shukr. Allohga ming qanday shukr. Nimaga bunaqa deyapsiz-sa? Sarvar olam darajalariga yetishganiga shukr. U xonadonda ham yeyishlarga hech vaqo bo'lmasdi. Metroda kitob o'qib ketsam, xuddi o'zga sayyoralikka o'xshab qaraydilar. Beruniy metrosidan oldida kitob sotardim. Xuddi poyezdga o'xshab ketadilar, poyezdga o'xshab qaytadilar. Ishonmasanglar tez qilinglar, oldiga kitob qo'yib qo'yinglar. Bir 100 tasidan bittasi kelmasa, otam rahmatli kitob sotib turdilar-da. Oxirgi paytlarda nima bo'ldi bilasizmi? Og'ir kitoblarni o'g'irlari oyoqlari og'rib keldilar. Bolajonim bular o'qish niyati yo'q. Poyezdga o'tib qaytib ketadi, poyezdga o'tib qaytib keladi. Nima qilyapti ular? Xullas, har bir kitob, har bir asar bu o'ziga xos olam, bilim, tafakkur va ma'rifat manbai. Uning kalitini topa olganlar, uni anglaganlar esa haqiqiy xazinaga ega bo'lishadi. Diegenning eng buyuk gapini aytdim-ku sizlarga. Mening bor narsalarim o'zim bilan. Meni hamma narsamni tortib olishingiz mumkin, tanamni ham, lekin ilmimni tortib ola olmaysiz va savobli amalimni tortib ola olmaysiz. Eng buyuk ne'mat ilm. Olib ketasiz o'zingiz bilan. Kitoblarda yoziladi, donolar kam adashadilar. Nodonlar ko'p adashadilar. Donolarning 40 tasini bahsda yengsangiz bo'ladi, lekin bitta nodonni yenga olmaysiz. Nodonning kuchi ilmli insonga bahs kela olmasligidadir. Do'stlarim, nodon bo'lavermaylik. Javob bo'lmasa o'zimizni kontrol qilaylik. Olimlarning yengil hayotlari bo'lmaydi. Yengil hayotlari ularning qarg'ishlaridir. Mashhur bo'lib ketganimdan keyin kitob o'qiy olmay qoldim. Vaqt bo'lmayapti. Eng yomon meni qayg'uradigan narsam bilasizmi? Bir kitobimni reklama qilib keldim Farg'onada, Mudrisi degan kitob. Iltimos shu kitobini topib bering. O'qiyotgan edim jon berib. Menga hayotiy saboqni berayotgan edi shu kitob. Kimdir olib ketib qoldi. Xafa emasman, lekin shu menga kitob kerak edi. Menga hayotiy darsini berayotgan edi. Juda ajoyib gaplari bor edi. Mushfiqi, Hoji Nasriddin juda xush ko'raman shu insonlarni. Shu kitobimdan ayrilib qoldim. O'qiyotgan kitobimni ayrilib qolsam nima bo'ladi, bilasizmi? Xuddi yuragim uzib olgandek bo'lib qolaman-da. Yuragim uzilib qoladi. Nima bilan yakun bo'lardi? Hayotdan olsang ta'lim bera olmaydi hech bir muallim. Birinchisi och qorin, ikkinchisi bo'sh cho'mchak, uchinchisi yaralangan qalb. Olimlarning doimiy hamrohlaridir. Shu darajada och qolmadim-ku, lekin qiynalardim, azoblanardim. 4 yil orzu qildim, Murod akam eshitadilar. 4 yil orzu qildim shu yerdan 4 ta shashlik olishga. 4 yil kecha yedim shu shashlik. Olardim, 100 ming pulim bor edi, lekin oilamga berishim kerak-ku uni. Orzu qildim, yetishdim. Boya bir inson kelib senga yordam beramiz, do'kon ochib beramiz. Shunda Martinidinning gapini gapirdim, o'qinglar. Nimaga uchun siz meni muhtoj paytimda yo'q edingiz?
Nima uchun meni pulga zor paytimda yo'q edingiz? Nima uchun bir non soat topolmayotgan paytimda yo'q edingiz? Endi menga ovqat taklif qilyapsiz. Ovqatni boshimga uramanmi? Ovqatim tiqilyapti. Menga ovqat kerakmi? Menga ilm kerak. Pul bermang, duo qiling deyman, duo ko'proq oling. Bir inson kitob o'qib o'tirgan ekanda, nima qilib yolg'iz o'tiribsiz? Sen kelguningcha yolg'iz emasdim, sen kelganingdan keyin yolg'iz bo'lib qoldim. Kitoblar qo'llar bilan yoziladi, ko'zlar bilan teriladi. Alisher Navoiy aytadi. Kitob bu bepul ustozdir. U sizdan hech qanday minnatdorchilik istamaydi. Kitob har daqiqa o'qigan sayin senga donolik berib boradi. Abdulla Qodiriydan ham so'rashgan ekanda, kumushni o'ldirmang, qo'ymang. Yo'q. Kumush o'lmasa bo'lmaydi. Kumush o'lmasa, bu roman kuchli bo'lmaydi, insonlar qalbiga ta'sir qilmaydi. Buyuk romanlar bilib oling, tragediyasi bilan mashhurdir. O'lim insonlarga saboq beradi. Eng buyuk romanlar tragediyasi bilan qiziqdir.